Yo'q, to'xtang shu yerga. To'xtang. O lazerlar bor ekan, ha, anchagina. Hozir ko'ramiz. O'z lazerga deb chiqqanda bir to'la olib ketarganmiz-da. Mana lazer. Pul qolib ketdi-yu. Mehr qoldi, na hurmat qoldi. Voy, hamma pul mashinada edi-yu. Olib ketib qoldi-yu bu hozir. Bitta lazer olishim kerak edi. Bu ham armonim qoladimi deyman-da. Shuncha lazerlar bor ekan. Klient kelganmi deyman? Boraylik-chi. Aka, keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Nima o'ylanib turibsiz aka? Sezon boshlandi hozir. Bitta lazer olmoqchi bo'lib kelgandim. Bo'ldi, qilib beramiz aka. Faqat oladigan pulimiz hozir taksida ketib qoldi-yu. Sizga boshlang'ich to'lovsiz qilib beramiz buni aka. Yo'q-a? Ha aka, albatta. Aynan shu ko'rib turgan lazerningizni sizga boshlang'ich to'lovsiz qilib beramiz. Oh my god! Lazerlarni ko'ryapman. Hammasida bor ekan. Buni 5 metrliklari ham bormi? Albatta, traktor bor salonlarimizda 2,5 metrdan 6 metrgacha bo'lgan lazerli planировщикlarimiz mavjud va siz hech qanday boshlang'ich to'lovlarsiz 2 yil imtiyozli davri bilan 5 yil muddatda xarid qilishingiz mumkin. Menga o'xshab pulini yo'qotib yoki boshlang'ich to'lovga mablag' yetmayotgan fermer akalarimiz traktor bor o'zida kelib lazerli planировщик bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lovsiz. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga lazerni deb yoki o'z raqamingizni qoldiring. Biz albatta bog'lanamiz. Qayerga endi? Navoiymi? Navoiyga ketamiz. Navoiyga. I feel good. I knew that I wouldn't.